Al-Buxoriy qaysi nasabdan dunyoga kelganini bilasizmi? Bu savolning javobi bir eshik oldidagi yozuvda edi. Qadimiy Mavaron Nahr o'tkir zehni bilan tanilgan yosh olim Ismoil safar chog'ida bir bog'bonning uyida mehmon bo'ladi. Tongda u tasodifan bog'bonning qizi Fotimani ko'rib qoladi. Qizdagi yuksak ibo yigitning qalbiga cho'g' tashlaydi. Ismoil bu oqila qizning aqlini sinab ko'rmoqchi bo'ldi. U yog'och eshikka yerdagi kesak bilan ataylab, xato qilib ushbu baytni yozib ketdi. Dilkusho el bo'lmasa, zindon erur. Ya'ni, ko'ngilni ochuvchi odam bo'lmasa, bu bog' ham zindondir. Ertasiga Ismoil kutilmagan mo'jizaga guvoh bo'ldi. Qiz o'zining go'zal husniy xati bilan el so'zining ustidan chiziq tortib, o'rniga gul deb yozib qo'ygan edi. Dilkusho gul bo'lmasa, zindon erur. Ismoil lol qolib, o'zining pinhona sevgisini bayon qildi. Ofarin, ammo gul hajrida afg'on chekuvchi bulbul bo'lmasa, gul erta sarg'ayur. Shunda Fotima butun dunyo qizlariga dars bo'lgudek javob qaytardi. Ushbu bog'da erta tongdan bulbul fig'oni tinmaydir. Endi izn bersalar, ikki nomahramning bu yerda yordi suhbatlashishi yaratganga xush kelmaydi, dedi-yu, darhol g'oyib bo'ldi. Ismoil uning ortidan qarab qolarkan, agar shu qizga uylansam, undan qanday daho va solih farzand dunyoga kelarkan-a, deb yubordi. Va bu xonadonda chindan ham kelajakda butun dunyoni titratuvchi Imom Buxoriy dunyoga keldi. Aql va farosat ustiga qurilgan bu ishq afsuski uzoqqa cho'zilmadi. O'lim to'shagiga yiqilgan ota so'nggi nafasida nimalarni vasiyat qilib qoldirgan edi? Ko'zlarni yoshlatuvchi bu qismni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.